Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Menga nisbatan Oltiariq tuman ichki ishlar xodimlari tomonidan 1 yil oldin ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida bayonnoma rasmiylashtirilgan. Lekin u ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida bayonnoma rasmiylashtirilgan bo'lsa-da, 1 yil davomida sudga taqdim etilmagan. Sababi sudga taqdim etilganda sud kamchiliklar bor deb 4 marta ma'muriy bayonnoma tuzgan organga qaytarib yuborgan. Va oradan ro'parasi 1 yil o'tganda meni ishtirokimsiz sud ko'rib chiqib qaror qabul qilyapti. Ish hujjatlarida kamchiliklar ko'p. Sud meni ishtirokimsiz ko'rib chiqqan. Sud meni ishtirokimsiz qaror qabul qilgan. Aslida bu yerda belgilangan tartibda Vazirlar Mahkamasining 975-sonli qaror talabi asosida ma'muriy huquqbuzarlik bayonnomasi rasmiylashtirilmagan. Qaror talablari qo'pol ravishda buzilgan. Menga bayonnomalar tanishtirilmagan. Oltiariq tumani sudi qanday qilib qaror qabul qildi ekan? Meni ishtirokimsiz ko'rgan. Aslida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks talablari bo'yicha 194-moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarliklar sodir etgan shaxs nisbatan ishlarni ko'rish uni ishtiroki ta'minlanishi kerak. Ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi kodeksda qamoq bilan bog'liq ishlarni ko'rilishda aslida o'zini ishtiroki ta'minlanishi kerak. Chunki bu yerda ma'muriy kodeksda ma'muriy qamoq bilan bog'liq bo'lgan ishlarni ko'rilishda albatta huquqbuzar qatnashishi shart deb yozib qo'ygan. Lekin sud meni ishtirokimsiz ko'rib chiqqan. Bir necha qonun normalari buzilib qabul qilingan qarordan norozi bo'lib, advokatim bilan birgalikda Farg'ona viloyat sudiga shikoyat berdik. Sud tomonidan bizni vajlarimiz tekshirilib ko'rilib, hujjatlar asosida baho berilgan. Menga nisbatan qo'llanilgan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi sud qarori bekor qilib berildi. Viloyat sudi raislik etuvchi Siddiqov tomonidan ishni barcha holatlarni sinchkovlik bilan har tomonlama to'la va xolisona o'rganib chiqib, adolatli qaror qabul qildi. Biz bunga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bunaqa adolatli sudyalarimiz ko'payaversin. Sizlarga rahmat.